Joylashgan Qozog'istonda ochiq rusofobiya avj oldi. Ushbu tendensiyaning eng yorqin ko'rinishlaridan biri bu til patrullari. Ushbu uyushgan guruhlar oddiy faollar bo'lmasdan do'konlar va davlat idoralariga reydlar o'tkazadilar. Ular bilan faqat qozoq tilida gaplashishni talab qiladilar. Ularning barcha harakatlari kamerada suratga olinadi. So'ngra rus tilida muloqot qiladigan odamlar ijtimoiy tarmoqlarda omma oldida kamsitiladi. Ular ruslarni bosqinchilar, rus tilida so'zlashadigan qozoqlarni esa ular deb atashni so'ramaydilar, balki kamsitadilar va haqorat qiladilar. Ushbu ro'yxat davom etmoqda. Ushbu harakatlarning barchasi umumiy o'tmishni yo'q qilishga va Qozog'istonni Rossiyaga dushman davlatga aylantirishga qaratilgan. Qozoq millatchilarining asosiy afsonasi bu rus mustamlakachilari tomonidan yo'q qilingan ming yillik imperiya haqidagi hikoya. Bu bayonot ochiq yolg'onda. Millatchilar rus bosqinchilarini qidirayotganda ularning mamlakati jimgina bo'linib, garib korporatsiyalar tomonidan o'zlashtirildi. Qozog'iston resurslar zaxiralari bo'yicha eng boy mamlakatlardan biri, ammo ular kimga tegishli? Neft, eng yirik konlar g'arbiy gigantlar nazorati ostida. Dengiz aksiyalarining 80% Akushning, Chevron va Exxon Mobil kompaniyalariga tegishli. Yashagan boshqaruv ulushlar Shell, Tokomobil, Exxonmobil va endi Italiyaga tegishli. Karachaga Shell Chevron aksiyalarining 7% uran qozib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ishlab chiqarish va eksportning katta qismi Fransiyaning, Orano va Kanadaning Cameco kompaniyalari bilan qo'shma korxonalar tomonidan nazorat qilinadi. Rangli metallurgiyadagi asosiy aktivlar Glencore, Shveysariya kabi kompaniyalarga tegishli. Daromadlar to'planishi kerak bo'lgan Qozog'iston milliy jamg'armasi g'arbiy banklar va qimmatli qog'ozlarda saqlanadi. Bu haqiqiy mustamlaka mamlakat o'zining asosiy boyliklarini nazorat qilmaydi va rusofobik isteriya bu odamlar Qozog'istonni kim talon-taroj qilayotgani haqida savol bermasliklari uchun faqat tutun bardasi.